Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli obunachilarimiz. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa bugun 21-yanvar 2026-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidamiz. Beruni ko'chamiz o'zimizni. Qor yog'ib turibdi. Sizlarga ogohlantirish bilan tezkor video bilan chiqib turibman. Xudo xolasa yo'llarimiz ko'rib turganlaringizdek galolet bo'lib boshladi. Iloji boricha ehtiyojlaringiz bo'lmasa, ko'chaga chiqishni tavsiya etmayman. Bolalarınız tipak boğan olsa, dişleri yok olsa, haydashni ham tavsiya etmayman. Doğrusu, yurtturganlaringizni yo'llarda ehtiyot bo'lib, aslan aralarını açıp yuringlar. Iloji boricha o'zi emir akarab oppoqqina daima bo'lib boshladi yine yurtturganlaringizni. Mashinalarimiz ham ostan yurib turibdi. Qor yog'ib turibdi. Qor bugun kechadin soat 11-12'ye дейін yağadı deb göz koydu pagodada, Yandex pagodada girip görüşlerinizden mümkün. -1 gradus soğuk Xudo xolasa. Sizlere şimdi zor yengiliklerini sizden haberdar boluş için kanalımıza abone olup koyunlar. Videolarımız menfaatli bolup turgan bolsa, like'larına basıp qo'llab quvvatlab turasizlar. Şimdi yengiliklerini, tezkor haberlerini yetirip turishda davom etamiz. Xudo xolasa ajoyib yengiliklarni bizden kutib qolinglar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Like'larına basıp ayağım indirasizlar. Hemmenizi qarlar bilan təbrikləyirəm. Kommentariya çıraylı öz fikirlərinizi yazıb getinglər. Xudo xolasa ajoyib etib zor gürünləşəmiz. İşte kommentariyada oturub nə deyirsizə? Bolamı? Sağ olun, aman olun. Keyingi videolarda görüşkənçə getdiyiniz yaxşılarınıza razı olun.